Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Xo'p, bu yer Namangan viloyati 3 tumani. 3 tumanida bo'ldi. Xo'p, MFS esimda yo'q. Bu yerga xudo xolasa adashmasam bu yerda qo'yib ketganimizga ochig'i 4 kunmi 5 kun bo'ldi. Oz-moz kamchiligi bor edi. Shu ishlarimizni tugatib, akamizga topshirib ketyapmiz. Xo'p, bu yerda eski yashiromlar bor edi. Bu yerda Yoduvi, Zolotoy deb 2 qavat oynada bo'lgan hamma yashiromlarimiz общий. Battiga 6 ta eshik, 8 ta rom qo'yib berganmiz. Tashqarida, ichkarida, bu tomonda yashiromlarimiz bor. Xo'p, aytganimdek stikla paket 2 qavat, двойной oyna, 45 lik podagonilar bilan bo'lgan. Biz o'rnatib ketgandan keyin akamiz chiroyli qilib ashpkalarni qilib qo'yibdi. Xo'p, bir qator imkon boricha tushunarli qilib o'tib ketaman. Xo'p, aytib o'tganimdek 6 ta rom, 6 ta eshik, 8 ta rom общий summada bitta summasini boshida aytib o'tib ketaman. 24 million 200 ming so'm bo'lgan. Shu romlarimizdan moskitning setkalari bilan qo'shimchalari bo'lgan. Xo'p, eshiklarimiz taglari hamma yo'g'i 100% Arkafon, original mahsulotlardan bo'lgan. Termo ruchkalari bilan qulflanishlari, Akfa mahsulotlari xohlasa yengil holatda, taglari Arkafon aytganimdek. Eshiklarning aynilarigacha 2 qavat oyna bo'lgan. Razmerlari 90 ga, balandligi 220 bo'lgan. Bitta shunaqa eshigimizdan почти 3-4 sm razницasi bilan ikkita u tomonda, 3-eshik bu tomonda, 4-si bunisi. Ichkarida yana bitta bor. 5 ta eshik bo'ldi o'sha. Ichkaridagi bir qanotli bilan 6-eshigimiz shu holatda bo'lgan. 1.15 ga, balandligi 220. Romlarimiz 1.30 ga, 1.60 razmerdan, 1.67 razmerdan 8 ta bo'lgan. Почти 1.25 lik romlarimiz bor, tashqarida 4 tasi. Hamma yo'q shu holatda bo'ldi. Xudo xolasa girovkalari yengil holatda. Ichkaridan ham bir qator ko'rsatib o'taman. Mana Akfa mahsulotlaridan yangilangan pechatlarida. Hop, shu holatda bo'ldi. Bu yerda esa romimiz. Bular ham hammasi mana Akfaning o'zini mahsulotlaridan yengil holatda bo'lgan. Podagonilari ham bor. 45 lik podagonida. Eshiklarimizni yopilishlari yengil holatda bular. Hamma yo'q. Ichkaridagi romlari ham tashqari ko'rinishda rom bo'lgan. 4 ta aytganimdek, xudo xolasa buni ham yopilishlari yengil holatda. 45 lik podagonilari aytganimdek. Narxlarini aytdim. Xudo xolasa ishlarimiz yakunlandi. Bu yerda eski yog'och eshik bor edi. Bu zazori katta bo'ldi, tushib ketgan hisobiga biz bularda imkon qadar hisoblarini olib, shurublarini qatirganmiz. Hamma tomonlama penalari ham 100% holatda bo'ldi. Narigi tomondagi romlarimizni ham imkon qadar ko'rsatib o'taman. Oldin kelganimizda kech qolib ketgandik, shuni hisobiga endi video qilyapmiz. Hamma yo'q, xudo xolasa yengil holatda. Akamiz o'zlari shilib qo'yibdi. Bular hammasi Akfaning o'zidan bo'lgan. Moskitning setkalari ham bor. Shu holatda bo'ldi. Endi bu tomonda ichkarida xonalari. Har birini birma-bir ko'rsatsam vaqtimiz ham cho'zilib ketib qoladi. Bu esa mehmonxonamiz. Girovkalari har bittasini imkon qadar ko'rsatib o'taman. Xo'p, eshik romlarimiz bir xil holatda aytganimdek, yana bir qator 1.25 ga, 1.67 razmerda bo'lgan. Yengil holatda hammasi. Kirishkalari ham bor, podagonilari hammasini. Xo'p, shuning bilan xudo xolasa ishlarimiz yakunlandi. Kimga shunaqa eshik rom beranda terasga qaysi holatda bo'lsa hamma tomonlama bemalol razmerlar jo'nataverasizlar. Telegram, WhatsApp aloqada. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishimizga bitta like bosib qo'yasizlar.